Voy, assalomu alaykum o'rtoqlar. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamaymizlarmi? Xo'p, Xudo xohlasa, bu texnik tomonlama oxirgi darsimiz. Inshaalloh shu dars bilan keyin yopamiz. Ya'ni qanaqa interak qilamiz, nimani kutamiz, qaysi etapda jim turamiz, qaysi etapda o'tkazib olamiz, qaysi etapda ushlab olamiz, qanaqa filtr qilsak bo'ladi. Shularni hammasini bir joyga jamlab, Xudo xohlasa, trade plan anaqasi bu qanaqa qog'ozga tushirilgan variant emas, endi misollar bilan qanaqa interak qilamiz va ehtimoli yuqori bo'lgan high priority setuplarni berdik. O setuplarga nima qilib o'xshash, endi hammasini ipini, masalan, smart moneyni kirish nuqtalarini bitta ipini olib kelamiz. Oldin topishda bitta ipini olib kelamiz. Hamma darslikda bitta ipni olib kelamiz, keyin bitta qilib bog'laymiz. Va mana shu bitta bizga kattaroq kartina bilan, yoki mozaika sifatida atamiz-ku. Hozir hamma kartinalarni bitta qo'y deydi. Katta kartina o'zi mozaika yasaldi. Va oxirgi mozaika mana shu nuqta va shuni berishimiz bilan o'zi Xudo xolisa tugaydi. Va keyingi darslarimizda o'zi intermarket analiz, ya'ni valyutalarda to'g'ri tanlash, qanaqa nima qilamiz, SMC'lar, bondlar haqida qisqacha tushuntirish bo'ladi va risk management. Qanaqa, masalan, biz zilka qilib turganda qancha foiz qilamiz, qancha foizni chiqarib tashlaymiz, kichik summadan, katta summadan hammasi haqida gaplashamiz va bugungi temamizga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi temamiz trade plan darsi. Xudo xolisa, bismillah, boshladik. O'zi aslida trade planimizda bitta modelimiz bor. Ya'ni o'xshash ehtimoli yuqori bo'lgan. Biz har doim bozorga kirolmaymiz. Masalan, payt keladi, bir hafta kutishimiz mumkin. Payt keladi, bir oy kutishimiz mumkin. Payt keladi, 2 oy kutishimiz mumkin. Lekin bizni model kelganda, bizni model yasalganda, bizni model to'g'irlanganda bozorga kiradigan bo'lsak, katta ehtimol bilan yaxshi yuradi. Anaqa yurishi tezroq va variatsiyasi yuqoriroq bo'ladi. Masalan, har bir stop ololmaysiz, ya'ni psixologiyasi joyida bo'ladi, qanday ortiqcha manipulyatsiyaga berilmaysiz-da. Shu uchun ham именно shu modelga to'xtalganmiz. Va bu model bizga ancha foyda berdi. Masalan, biz data yiqqanimizda ham, boshqasi qilganimizda ham ancha o'zini nimasini ko'rsatgan, ya'ni win rate yuqoriligini ko'rsatgan. O'sha win rate yuqori bo'lgani bilan baribir filtrlar qo'shish kerak va filtrlarni bugun oddiyda ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu modelda ko'proq qanaqa taqalamiz, ya'ni yuqori ehtimoli bo'lganligi uchun one shot one kill degan model deb atasak bo'ladi. Ya'ni bitta o'q bilan bir nishon. Ya'ni biz bitta bozorga kirishimiz bilan sirazi tepaga borib beradigan darajadagi model desak bo'ladi. Bu modelda topish uchun masalan aqlga kelgan nimalar bor o'zini. Ya'ni birinchi navbatda oldin flowni bilishingiz kerak, ikkinchi navbatda internaldan externalgacha, externaldan internalgacha bo'lgan holatlarni qanday kontrol qilishimiz kerak va Polos 3, monthly, weekly hammasini inobatga olgan holatda va double patch modeli bu xoh klassik strukturali model double patch bo'lsin, xoh one candle double patch bo'lsin, farqi yo'q. Va ekonomik kalendar bilan qo'shishamiz. Ekonomik kalendarda tushunoldik. Ya'ni hafta kunlarida bizda yangilik bo'lsa, biroz yaxshiroq yuradi, yaxshiroq bizni tepimizga borib beradi. Ya'ni qaysi paytlarda bank holiday bo'lsa, o'sha kunlarda biz ishlamaymiz, lekin biz bozor kuzatib turamiz. Masalan, dushanba, seshanba bank holiday bo'ldi va chorshanba o'sha klassik emas, bu chorshanba kunlik high low deb bittasida reversal candle bo'lib yopilib qoladi. Katta harakat boshlanadi bundan. Va weekly profile. Weekly profile, monthly profile nimasini, ya'ni qanaqa bo'lishini va daily profile'da qanaqa bo'lishini tushuntirdik, to'g'rimi? Ya'ni hammasini bilasizlar, qanaqa ishlaydi, nima qiladi va premium discount. Premium discount bizga kerak, ya'ni 50% dan pastda, 50% dan tepada narx oluvchilar, sotuvchilar. Bu premium discount qayerda ishlamasligini tushuntirdi. Ya'ni katta harakatlar boshlanganda, katta ehtimolli bu narsa bo'lmaydi, lekin entry, ya'ni smart money bozoriga kirib turganda har doim arzon yoki qimmat narxda sotadi yoki oladi. Shuning uchun ham imonni premium discount bizga entry paytda kerak. Ya'ni bu yo'lda qo'shilib olish uchun bu narsa ko'pincha ishlamaydi, lekin smart money bozoriga kirib turganda premium discount qattiq qaraydi. Weekly open, daily open. Weekly open, daily open bu 17:00 dan keyingi holatlar, ya'ni xohlanglar mana shu narsani 00:00 qilib olinglar, xohlanglar 17:00 qilib olinglar. Lekin bizda aslida ikki xil nima bo'ladi-da. Chunki biz o'zimiz 17:00 qilib olamiz. Sabab nima? Bizga candle anaqasi, candle ochilish, yopilishi 17:00 dan deyilgan. Lekin ko'p ICT anaqalari 00:00 dan oladi. Masalan, MMXM'da o'zi ham, boshqasi ham 00:00 dan
Shuning uchun ham biz ham 0.00 dan olsak ham bo'ladi, 17.00 dan olsak undan ham yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni kartinani yaxshiroq sizga ochib beradi. Va liquidity pool va PDR. Liquidity poolni bildik, ya'ni bozor har doim o'zidan oldingi likvidni yechib, keyin harakatlanadi. Masalan, o'zidan o'zi harakatga ketmaydi. Masalan, to'xtab turibdi ma'nosi liquidity pool va PDR. Ya'ni likvidni yechgandan keyin va qattiq qizg'onadi, masalan, o'zini PDR narxiga keyin ketadi. Ya'ni shu narsani nazarda tutilgan va candle bu candle yopilishi, ya'ni bizda aytdik-ku, Dalpash modelida buy stop, sell stoplar tana bilan tepada yopilishi kerak. Ya'ni tana tepada yopilsagina keyin biz bilishimiz mumkin. Buni bitta mana tushuntirib ketishimiz mumkin. Ya'ni bizda CRT modelimiz bor-ku. Ya'ni CRT modelda mo'min nimasi tepada yopilishi kerak dedik. Bu qanaqa bo'lishi mumkin? Dushanbada masalan classic buy week desak, classic buy weekda ko'pincha seshanba kuni yaraladi dedik, to'g'rimi? Seshanba kuni yaralmoqchi bo'lganda har doim dushanba, masalan, Monday dushanba bitta range, ikkinchisi manipulyatsiya bo'lib turib, likvidni yechib, liquidity pool qilib, PDRga narxni yeb, keyin tepada yopilsa, biz chorshanba kunlik buy'ni qidirishimiz mumkin. Ya'ni bu bizga asosiy filtrlar, ya'ni biz aytamiz-ku, narx candle yopilsin yoki candle ochilsin, shunga qarab ish tutamiz. Masalan, bo'ya nima qiladi? Masalan, weeklyda ham, dailyda ham, soatlida ham bu narsa juda ham muhim biz uchun. Keyingisi bizga har doimgidek SMT, ya'ni smart money bozoriga kirmaganini faqatgina shu detalli narsani bilishimiz mumkin va 4 soatlik va 1 soatlik CISD dan foydalanamiz. Bu narsani qanaqa ishlatishni tushuntirib beraman. Ya'ni eng katta ehtimol yuqori bo'lgan CISD ko'pchilik ishlatilmaydi. High priority blok nimalardan bor? Oldi bloklardan bor. CISD eng yuqori ehtimoli bo'lgan. Ya'ni shu oldi blok ushlab qoladi degan terminni. Bu narsani ko'proq day trade'larga juda ushlamoqchi bo'lgan odamlarga ko'rsatilyapti. O'zi aslida bu narsani mukammallashtirganmiz. Hozir birimiz. Ya'ni bu deylik qanaqa PDRga narx kelyapti. Vashatdan razvorot olmoqchi bu. Razvoroti baqa kelguncha 2 hafta uchrab ketgan yoki 1 oydir va ketuvchi anaqasi 1-2 hafta yoki 1 oydir. Endi mana shu paytdagi biz entryni mana shu modellarga asoslangan holatda qilamiz ko'proq. Ya'ni shunga ko'proq fokus qaratamiz. Shuning uchun ham bizda 4 soatlik va 1 soatlik CISD'lar muhim. Shuni tushuntirib ketamiz, xudo xolasa. Hop. Ya'ni modelimizda nomini shu oldik, one shot one kill, ya'ni bir o'q bilan bir nishon. Yani sırası mesela bitta entry qilamiz, bitta tepaga bo'ladi, bitta entry qilamiz, bitta tepaga bo'ladi. Shu uchun ham hammasini inobatga olgan holatda, endi bularni qo'shishlatishni tushuntirib beraman. Ya'ni oldin siz aniqlaganimizdek keyin internal externalga nima qilamiz? External internaldan keyin monthly profile masalan monthly velocity kutamiz. Ya'ni qanaqa holat bo'ladi? Masalan, dushanba kuni borib berdimi, seshanba boradimi? Shunga qarab turamiz. Ya vankeni dalpashlarda qo'shishlatgan holatda, ekonomik kalendarni qo'shishlatamiz. Weekly profile qanaqa bo'lishi mumkin? Premiumdan, discountdan, weekly opendan pastdami yoki tepadanmi? Liquidity poolga geçdimi, yechmadimi? PDRga narx kelganmi, kelmaganmi? Close bo'ldi, candle close bo'ldi, yopildimi, yopilmadimi? SMT bo'lganmi? SMT bo'lgan va 4 soatlik, 1 soatlik ya'ni oxiriga detalni tushib ketadigan narsalarimiz shu. Ya'ni inobatga oladigan narsalar shu. Ya'ni ketma-ketlikda hozir shu narsani ulab ko'rsatamiz. Hop. Qanday turdagi shamchalarda biz ko'proq ishlaymiz? Ya'ni biz weeklyda, dailyda, monthlyda ishlaydigan asosiy shamchalarimiz bor. Faqatgina 3 ta shamcha mavjud. Ya'ni umumiy holatda yurish qasida biz ulardan faqatgina ikkitasini e'tibor qaratamiz. Ya'ni birinchisi bu expansion candle, ikkinchisi bu reversal candle. Va konsolidasiya biz ko'proq ishlatmaymiz. Ya'ni bu dushanba ham, juma ham bir xil bozor yuradi. Weeklyda aytganmiz. Expansion candle ko'proq yo classic buy weekda yoki Monday, ya'ni dushanba kuni o'zida ketadigan weeklar, bu ko'proq shunday holatlarda ishlab beradi. Biz nimaga endi ikkita candle deyapmiz? Bu ko'proq reversal bo'lgandan keyin, ya'ni masalan buy stop, sell stop bo'ldi. Buy stop, sell stop bo'lgandan keyin candle yopildimi tepada. Yopilgandan keyin 3-candle ochilgandan keyin expansion, ya'ni dushanbada o'zida ketadigan candle, masalan yo'l ko'proq expansion bo'ladi. Ya'ni bizda shu narsa, ya'ni bu Monday yoki seshanba kuni bo'lishi mumkin. Mana bu reversal candle ko'proq holatlarda chorshanba kuni yoki qanaqa PDRga narx borib, mana bunday qilaylik, narx borib tegishi va qaytishiga nima qiladi? Chunki
razvorot berishi juda ham qiyin. Masalan, bozorda razvorot berish uchun yaxshigina nima kerak? Shuning uchun ham bizga shu reversal candle, endi bu chorshanba kuni ham bo'lishi mumkin, bu payshanba kuni ham bo'lishi mumkin. Masalan, ko'p holatlarda dushanba, seshanba, chorshanba bunday qiladi va chorshanba bittamdek turib yoki payshanba bittamdek keyin ketadi. Ya'ni shu holat bu reversal candle deyiladi ko'proq, shu reversal candle ko'proq kuzatiladi. Shuning uchun ham imminni shu ikkala candle biz uchun muhim. Ishlash prinsipimiz xoh bunda ham nechta olamiz. Farqi lekin buni holatlarda candle ishlamaymiz. Bu holatlardagi bu PDRdan razvorot qiladigan holatga ko'proq o'xshaydi. Bu yo'lda ko'proq o'xshaydi. Yo'l bilan chiqib kelishiga bu target olingandan keyingi holatga ko'proq o'xshaydi. Mana shu holatga ko'proq o'xshaydi. Hop. One shot one killdagi double patch modeliga biz agar o'sha narsani shakllantiradigan bo'lsak, bu ko'proq masalan buy stop, sell stop, one candle da, masalan siz time frame da kattaroq, masalan weekly dami, daily dami, monthly dami topishingiz kerak. Ya'ni monthly da o'zida mana deylik uni yanvar, fevral, mart bo'lsa, yanvar oyida bitta katta yurish bo'ldi, lekin fevral oyida bitta highni yangilab past yopildi. Bu biz uchun signal. Ya'ni long yurmoqchimi yoki long yurmoqchimi yoki short yurmoqchimi degan savoliga javob topasiz shunda. Hop. Ya'ni long yurmoqchimi, short yurmoqchimi degan savol. Ya'ni birinchi buyda masalan highni past yopildimi, katta ehtimol bilan keyin siz lowga hujum qilishini kutasiz. Lowga hujum qildi. Masalan, u farqi yo'q, qancha bir diapazon bo'ladi. Narx tepada yopildimi? Bo'ldi. Keyingi holatdagi candledan narx o'zidan ketib olishi juda ham qiyin. Qaysidir momentlarda, masalan, monthlyda bo'lsin, nimada bo'lsin, farqi yo'q. Kvartalga bo'lib chiqqanda bo'ladi. Bu masalan, dushanbalik yoki oylikdek tanlab chiqaylik. Katta time frame ko'rishni boshlaysizlar, chunki bu yanvar, bu fevral, bu mart deylik. Mart tepada yopildi. Tepada yopilgandan keyin va bizni keyingi qiladigan ideyamiz aprelda ochilib, narx pastga tushishi, qanaqa holatlarda PDRda. Mana shu yerdagi narx PDRda masalan liquidity pool qilib PDRda yechgandan keyin open weekdan pastda order flow sizda aniq, ya'ni internalda yechdi, external deyishda internalga hujum qilmoqchi holatlarda, bilmadim, teparoqda. Ya'ni hamma faktorlar siz to'g'ri kelishi kerak-da. Hamma faktor sizga to'g'ri kelgandan keyin mana shu, ya'ni one shot one kill degan model mana shu, ya'ni siz hammasi yaralab bo'lgandan keyin candle ochilib, open, high, low, high, close bo'lib, mana shu expansion candle savdo qilishi one shot one kill deyiladi. Ya'ni mana shu sizda shuki order flow aniq, asymptomatic bo'lib qolgan, ya'ni sizda hamma narsa aniq, bu narsa daraja ortiga narx kelyapti, liquidity pool yechyapti, open monthly dan pastda, open week dan pastda, asymptomatic bo'layotgan shu CISD dan yoki 4 soatlik CISD yoki 1 soatlik CISD mana shu o'zini enter qilsangiz, sizda 1 oylik diapazon aniq mana shu narsa one shot one kill. Bu narsa mana shu yerda bo'lishi ham mumkin. Ya'ni eng ehtimol yuqori bo'lgan modeli shu. Xoh metni o'zidan enter qiling, xoh metni o'zidan enter qiling, battaga enter qilsangiz ham bo'ladi. Profillarni qo'shib, masalan, monthly, weekly, dailydan qiladi, OP'larni qo'shib yoki market profilni qo'shib bo'ladi-ku. Masalan, PDRga liquidity pool bu, ba'da nimaga? Prosta battaga ehtimoli siz batta tushunishingiz qiyin bo'ladi. Masalan, mana shuni o'tkazsangiz, osonroq. O'tkazganingizdan keyin tepada yopildimi? Bo'ldi, shatta o'zidan shaqiladi deysiz-da. Shunda. Bu narsa ko'proq aytdik-ku, ya'ni bu dailyda bo'ladigan bo'lsa, dailyda zo'r aniqlar bor. Ya'ni bu Fridayni juma kunlik, dushanba kunlik, seshanba kunlik bo'lsa, chorshanba kunlik modelda 3M ni savdo qilasiz. 3M savdo qilsangiz, prям mazza qilib qilasiz. Ya'ni shu one shot one, ya'ni bitta o'q bilan bitta qiyon deyman. Bitta o'q bilan bir nishon, ya'ni bitta zikras, bitta tepa olib ketasiz. Pastga stop, xohlasa metga stop, xohlasa metga stop. Uni olib chiqadi, lekin Venera rate buni yuqori, pastga tushish ehtimoli juda ham past. Endi bunga sabablar ko'p holatlarda sabablar ko'rib chiqamiz. Asosiy bitta faktor bor, ya'ni buy stop, sell stop bo'lgandan keyin sell stopda tagida SMT bo'lib qolishi kerak. Bu agar monthlyda bo'lsa, ichga kirganimizda dailyda bo'lishi kerak, farqi yo'q. Lekin SMT bo'lgan bo'lsa, keyin razvorotning candleda mana shu tuzda biz savdoga kirib olamiz. Ikkinchisi, bu narsani sizlar hozircha masalan oldida topishda yoki boshqa narsada sizlar ko'proq backtesting davomida o'tganlarimizda ham bu narsaga gaplashardik, lekin hozirdan gaplashib ketsak bo'ladi. Backtesting davomida sizlar monthlyda, weeklyda, dailyda dailyda mana shu modellarni qidirasizlar. Deylik monthlyda bo'lsa, weeklyda bo'lsa, mana shu modellarni qidirasizlarda va reversal bo'lgan candledan bas, expansion bo'lgan candledan,
4-chi candle'ni savdo qilishni boshlaysizlar. Ya'ni mana shu one shot mana keldi. Ana shuni back testing qilib kelganlarda mana shu narsalar o'xshab qolsa, buy stop, sell stop bo'ldimi? 3-chi candle'ni open wickdan pastga tushadi, open day'dan pastga tushadi. London o'ziga mana o'zida liquidity pool va nimalarni hozir ko'rib chiqamiz. Mana shunga moslab qilinsa, ko'rasizlar internet qancha bo'ladi, nima bo'ladi. Keyin o'zlarini universal modellar shu bo'ladi. Ya'ni eng universal model shu deb topib, shuni berdik. SMT-ni ko'rib chiqdik. SMT bo'lgandan keyin keyingi 4-chi candle savdo qilishimizni. market strukturaviy dalapashni xuddi shu, ya'ni narx harakatlanyapti, expansion bo'lib ketyapti va ozgina nima berdi, retracement berdi, yana expansion bo'lib ketyapti reversal holatda. Va buy stop va sell stop bo'ldi. Sell stopda ko'plab manipulyatsiyalar bo'ladi. O'rtada bitta narsani inobatga olinglar. Har sell stopga bu ham bu sir desa bo'ladimi yoki mayli, bersa bo'ladi. Ya'ni bitta zonani qasib bor, detalyatsiyasi bor. Ya'ni bitta narx tushdi, buy stop qildi va sell stopga juda narx tez harakatlanishi kerak. Ya'ni nimalarni tushmasa kerak. Narx tez harakatlansa, mana shuni o'zida bilsalar bo'ladi, bozorga potta smart money bozoriga plop kiryapti. Ya'ni siz faqatgina qora candle'lar bilan binoan tushib keladigan bo'lsa, qora candle masalan 5 dan 6 dan, lekin tushguncha qanaqa holatlarda zangor candle kam, qora zangor bo'lishi mumkin, lekin tushib ya'ni long pozitsiyasini ochib turganda ko'p holatlarda bozorda nima bo'ladi? Ya'ni qora candle bo'lib qoladi. Shu qora candlelar sizlar bilib olishingiz mumkin. Bozorga buy pozitsiyasini smart money olib kiryapti. Va smart money bozorga olib kirgandan pozitsiyani olib kirdi, olib kirgandan keyin SMT bo'ldi va shu reversal tepada yopilgandan keyin xohlasangiz otiydi, xohlasangiz nima deydi, qaytib kelishi ham mumkin. Yoki kelmaydigan bo'lsa, bu weeklyda bo'ladigan sanat tepada yopiladi va keyingi expansion, ya'ni yangi kundan siz savdo qilishingiz kerak. Mana shu narsa buy bo'ladi. Ya'ni one shot bilan keyin mana shundan sana. Ya'ni SMT bo'lgandan keyin mana shu ishlab olish, one shot one kill. Detallarini ko'rib chiqamiz hozir. Xo'p, birinchi navbatda endi misollarga o'tdik. Misollarda sizlar yana ham tushunadi bo'lasizlar. Bitta undan oldin gaplarimni tushunmagan bo'lishlari mumkin. Tabiiy holat, endi narsani misollar ko'rib chiqqanimizda yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, goldda nimani ko'ryapsizlar? Nima shakllangan va nimani bu o'tib ketib bo'lgan narsa, to'g'ri. Lekin nima ko'zlaringga ko'rinyapti? 5 sekund vaqt nima qilamiz? Ya'ni bu narsa shakllanib bo'lgan. Qanaqa ishladilaring? Hop. 5 sekund o'tdi, keyingisiga o'tamiz. Mana. Ya'ni order flow shakllangan bitta. Qanaqa desa, narx o'suvchi bo'lgandan keyin bitta retracement bergan. Ya'ni bitta qora candle bilan tushganda, masalan bu daily deb bo'lyapti, o'rtada. Daily deb bo'lyapti. Va narx tushgan. Tushgandan keyin sell stop qilib, tana tepada yopilgan. Ya'ni katta ehtimol bilan narx raqam olmasligi kerak va 1 marta, 2 marta, 3 marta o'rnatib narx kelyapti. Masalan, resistance foydani nima qilyapti, lekin keta olmayapti. Bitta o'zidan ketilmayapti. Juda ham qiyin bo'lyapti. Ya'ni mashina o'zib qo'yganda ketilma bo'ladi. Va narx harakatlanib boshladi va bu yangi week, ya'ni bu dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma bo'lyapti. Ya'ni reversal candle siz ham bo'ladi bu narsani. Ya'ni dushanba kuni o'zi tepda harakatlanish boshladi. Demak, katta ehtimol bilan tepadagi buy stop tejib, keyin narx pastga harakatlansa kerak degan ma'noni maqsad. Ya'ni sizlarda oldin flowlaring sell stop yechildi, to'g'ri. Buy stop yechgandan keyin mana shu yerda o'zidan qanaqa holatlarda tasdiq kutamiz, mana shu o'zini intellekt qilamizda va RRga narx borishini biladi. Low resistance liquidity-gacha narx borishini taxmin qilgan holatda mana shu o'zini intellekt qilamiz. Ya'ni one shot one kill ham mana shu modelga asoslanadi. Ya'ni sizda katta time frame yoki kichik time frame yoki o'zingiz time frameingizda model yasaldimi? Masalan, dalpash modelini sell stop qildi, buy stopni yechishi one shot one kill bo'lishi ham mumkin. Masalan, keyingisini savdo qilsalar one shot one kill bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda ham ishlaganlaringda farqi yo'q. Bu yerda nima qilgan ko'ryapsizlar? Bitta qavatdan expression bo'lgan, ya'ni open, mana buy stop, sell stop, mana buy stop, yana open, low, high, close. Mana ochilyapti. Open, high, low, close bo'lib qo'yilgan. Bitta expression ekanlar. Open, high, low, close. Ya'ni siz bu yerda ham savdo qilganingizda sizda one shot one kill bo'lishi ham mumkin. Bu yerda qilganingizda one shot one kill bo'lishi ham mumkin. Endi shu narsani bitta ulaymiz endi. Ya'ni sizlar tushunyapsizlar, bu dushanbalik, seshanba, chorshanbalik. Narx pastga tushishi kerak, masalan, lekin tusha olmayapti. Chunki nimaga sell stop, buy stop qildi, lekin katta ehtimol bilan buy stop qilgandan keyin narx pastga razvod berishi mumkin. Chunki bu narsani o'zini order flow deydi. Ya'ni zangor candlelarga qora candle javob berishi kerak. Chunki bu expansion candledan keyin har doim bitta javob berish kerak. Bu daily o'zida bo'lsa ham. Ya'ni tushunyapsizlar. Va open weekdan pastda. Open weekda pastda.
aytishlari mumkin menda ko'k to'xtab bo'ldi va narx razborga ketyapti. Ya'ni dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma bo'lishi mumkin, to'g'ri? Juma bo'lishi ya'ni bitta dushanbalik o'zida ketib qolishi kerak basmidi, ya'ni to'g'ri shuni kelmayaptimi desa, o'rtoqlar, biz aytdik. Dushanbalik bo'lishi uchun katta ehtimol bilan mana shu narsa bu yoqda bo'lganda, mana juma kunlik candle pastda to'xtab yopilganda men ishonardim. Ya'ni, katta ehtimol bilan dushanbalik, seshanbalik, chorshanbalik, payshanbalik, jumalik ponib expansion kichkina ketadi, lekin o'rtoqlar, bizda asosiy likvid turibdi, lekin likvidni yechmadi. Yechmagani hisobiga narx ketdi. Bu narsa bizda candle ya'ni yopilishi ko'rasizlarmi? Yopilishi bizda qizil edi, yopilgan tepada yopilgan, bu ham bizda bitta signal. Va katta ehtimol bilan men yoki dushanba, agar seshanba kelsa seshanbani intellekt qilaman, chorshanba kelsa chorshanbani intellekt qilaman. Lekin men ya'ni vaqt bilan narx deganda mana shu narsa tutiladi, ya'ni x y. Mana u narx, mana u vaqt. Bilasizlarmi? Vaqtda kelmayapti bunaqasi ham, narxda kelmayapti. Lekin mana bu narsa kelyapti. Masalan, bu narxda kelgan, lekin vaqtda kelmagani hisobiga biz batta intellekt qilib, shu narsa to'xtatib qo'yadi. Ya'ni batta intellekt qilib, batta bo'lib qolganda stop olish ehtimolimiz bor edi. Shuning uchun ham bizga vaqtda va narxda kelishi kerak. Ya'ni x y ma'no shu. Va bizda masalan dushanbalik, seshanbalik, chorshanbalik va payshanbalik biz intellekt qilamiz. Va mana shu narsani ko'rib chiqamiz. Endi oldin xullas sizda aniq bo'ldi. Ya'ni katta ehtimol bilan sell stop ketishi mumkin ekan va buy stop chiqqandan keyin sell stop va low resistance liquidatsiya bo'lishi kerak ekan degan nima o'tdi? Mana shu narsani o'zi order flow deyiladi. Mana shu narsani o'zi order flow deyiladi. Ya'ni katta time frame'dagi o'zini time frame'dagi dalpash model yasalgandan keyin, ya'ni degan ma'noda. Va bu narsa endi ko'rib chiqamiz. Shu narsaga filtr qo'sha olamizda. Filtr nima bo'lgan o'rtoqlar? Mana o'sha masalan katta candle bo'lib qolgan, bu dailyda va haftalikda o'tadi. Mana bitta katta candle va bitta candle narx yutaveradi. Ya'ni yetim shamcha dedik-ku biz. Ya'ni otam qo'yapmiz o'zi qaranglar. Ya'ni yetim shamcha bo'lib qoldi. Va bitta range candle'da har doim high olinsa lowga, low olinsa highga to'g'rimi? Va bizda low ham high olinmadi. Va katta ehtimol bilan low olinsa highgacha men ishlardim, lekin bu yerda nima bo'ldi? Sirasini xohlasha tepaga harakatlanishni boshladi. Ya'ni bu banga nima signal? Ya'ni yana sel ketish ehtimoli bor ekan, chunki menda ikkinchi faktor bo'lyapti bu o'rtoqlar. Menda order flow aniq one candle dalpash bo'lyapti va ikkinchi menda nimami? Ya'ni variantnisi yuqori bo'lgan modellarning bittasi range candle bo'lyapti. Tushunyapsizlar? Ya'ni mantiqiy. Va yana nima o'tyapmiz? Nima bo'lyapti? External yechildi va internal yana hujum qilinishi kerak deyapti. Ya'ni har doim bozor externaldan internalga, internaldan externalga hujum qiladi, to'g'rimi? Tashqi likviddan ichki likvidga, ichki likvid tashqi likvidga bo'lishi mumkin. Lekin ichki likviddan tashqi likvidga juda ham masalan nima bo'lsa, lekin tashqi likvid ichki likvidgacha bozor tushadi. Ya'ni shu ma'noda. Va oxir bizda ichidagi ichki likvid birinchisi bu FVG ham nima order block desak, shaqacha siz bergan qo'ymasini servisga ketsiz bo'ladi. Ya'ni bu ham uchinchi faktor bo'lyapti biz. Uchinchi faktor o'tadi. Bilasizlarmi? Bitta biz entry uchun qancha faktorlarni tushib kelyapmiz. Va ekonomik kalendarni ko'ryapmiz. Yangi haftadagi ekonomik kalendarda ko'plab holatlarda nima bo'lyapti? Ya'ni masalan dushanba 9-dekabr bo'lyapti. Dushanba paketinch, seshanba paketinch, chorshanba katta ehtimol CPI bo'lar ekan, demak, CPIda yoki razvod berishimiz mumkin yoki eksport qilib chiqishimiz mumkin. Demak, katta ehtimol dushanba, seshanba borib berish, chorshanba kuni intellekt qilaman yoki seshanbani o'zi borib bersa, yangilik yo'q ekan. Chorshanba bitta manipulyatsiya qilishi mumkin ekan. Ya'ni K level, K time, ya'ni ikki marta bizda imkoniyat bo'ladi ekan. Ya'ni birinchisi bu dollar chunki ko'rasizlarmi? Dollarga chiqqan yangiliklarda bizda mana har doim bo'lgan, bozorda yurish bo'lgan. Bu chorshanba kuni CPI bo'lyapti va payshanba kuni PPI bo'lyapti. Ya'ni katta ehtimol bilan ikkita nimada kunda yaxshiroq harakat bo'ladi. Ya'ni CPI ham PPI yaxshi harakat qiladi. Bilasizlarmi? Yaxshi harakat bo'lgan. Payshanba ham, payshanba ham va juma ham. Xo'p, voy mana. Chorshanba, payshanba. Mana. Adashibman mana. Bu chorshanba, bu payshanba. Chorshanba yaxshi harakat bo'lyapti va payshanba ham yaxshi harakat bo'ldi. Ya'ni biz PPI da o'ziga ham nima qilsak bo'ladi? Ya'ni chorshanbada ham, demak payshanbada ham ideya qilsak bo'ladi ekan degan nima o'tib tursa, ya'ni nima bo'ldi? Dushanba, seshanba narx chiqib berdi va bizda ikkita nima anaqamiz bo'ldi. Ya'ni K time degan nima? Ya'ni birinchisi chorshanba, ikkinchisi payshanba. Holat, ya'ni qaysi biri borib bersa yaxshiroq mana bu maqsad bo'ladi. Va iqtisodiy kalendar yordamida biz haftalik eng yuqori va pastki nuqtalarni oldindan aniqlaymiz. Ya'ni bu open, high, low, close bo'lishi mumkin. Deylik sizda CPI bormi? Chorshanba kuni, seshanba kuni gaplashdik-ku. Ko'p holatlarda high yoki low'da shu momentlar yasaydi.
Endi shunaqa deb tushuntirsa bo'ladi. Endi dollarni aniqlashga yordam beradi. Hop, keyingisi gaplashdik. X-dan erishgandagi hardware internalga va bu narsa payshanba kuni bo'lyapti. Ha, keyingisi OpenWiki-dan tepada. Aslida OpenWiki tepada va biz bilan qo'rqmasdan buni buy ishlasak bo'ladi, sell ishlasak bo'ladi. Ya'ni bu ham biz uchun tasdiq. To'rtinchi tasdiq bo'lyaptimi bu? Shunaqa. Va entry model, ya'ni narx bu yoqda nima qilgan va mana shu iminni payshanba kunlik holatda, ya'ni mana shu narx ko'rasizlarmi? Ya'ni razvod bermoqchi bo'lsa ham, ya'ni close yopiladi dedik-ku. Masalan, close bu pastda yopildi va keyin candle ochilib, tars yopildi. Va sizlarda katta ehtimol bilan anaqada, ya'ni bizda engulfing, boshqa narsalar bo'lishi tasdiqimiz bor, lekin bizda yana ham tasdiq, sizlar candle yopilishiga ham qaranglar. Ya'ni sizlar buy side, masalan, qanaqadir X-dan, lekin internal deyishgandan keyin qanaqadir SMT berdi va narx pastda yopildimi, katta ehtimol bilan keyingiz ketadi. Bunga o'xshab, mana bunga o'xshab, ya'ni ketishiga, nimasiga, ya'ni narx tepada yopilishi bu kerak. Ya'ni bir xil bo'lib qolishi, boshqa narsasi bu kerak. Va o'sha nima, buy stop nimasi? Nimaga masalan chorshanba kuni interak qilinmadi? Nima qilinmadi desa, chunki mana bu narsa payshanbalik holati. Hop. 18:00 degan bo'lsa, open qasi buni. Nima shu payshanba nimasi? Katta ehtimol shu payshanba shunaqa. Va mana chorshanba narx chiqib kelyapti. Lekin nimaga? Masalan 9, 10, 11, 13 bo'lgan. Lekin ko'rasizlar, bitta nima swip bo'lib, lekin birortasi hali aniq qilingan yo'q. Va mana shu yerda qanaqa interak qilardi, nima qilardi, nimalarga qarash kerak, masalan buy stopga bordi, ya'ni muhim zonaga bordi va biz nimalarni kutishimiz kerak degan ma'noda hozir gaplashamiz. Hop. Va masalan qanaqadir buy stopga bordi, buy stopda o'zi ham juda ham kuchli PDR bo'lib beradi va biz low time frame ga o'tdik. Low time frame deganda bu dailydan sразу 1 soatlikka o'tib ketdik-da. 1 soatlikda bizga nimalar kerak? Ya'ni entry modelga o'zi aslida nimalar kerak? Shu haqida. Hop. Ya'ni high priority oldin bloklar, ya'ni qanaqa bo'lishi kerak, nima bo'lishi kerak va eng kuchli entry modellarni mana shu yerda gaplashamiz. Ya'ni bizda vaqt bilan narx bir joyga kelishi kerak dedi. Ya'ni x, y dedim. Va mana shu narsa ham juda ham katta narx beradi. Ya'ni vaqt bilan k time va k level. Daily mana shu narsani ko'rib chiqamiz, ya'ni qanaqa bo'lishini chizamiz. Vaqt bilan narx bir joyga kelyapti. Ya'ni bu yoqda narx chiqib kelyapti-da. Lekin masalan bu yerda payshanba kelib bergan-ku. Mana. Payshanba, chorshanba ham kelib beryapti. Masalan, buy stop kechyapti, lekin nimaga pastga ketilmayapti? Nimaga bitta yana bitta sweep qilib pastga ketib qoldi? Chunki vaqt to'g'ri kelmadi. Lekin narx to'g'ri keldi masalan, lekin vaqt to'g'ri kelmagani hisobiga bo'lmadi. Ya'ni shuning uchun ham bizga nima, ya'ni ko'rasizlar, bu yerdagi modelda ham hypervolity oldi blok yoki hypervolity setupda entry modelda shu narsa kerak, ya'ni k time bu yerda bo'lmagan. K level bo'lgan, lekin k time bo'lmagan. Shuning hisobiga ham bor. Ya'ni vaqt bilan narx bir joyga kelgandagina entry qilamiz dedik. Endi shu narsani entryga yana qanaqa tasdiqlari bor desa, birinchi navbatdagi tasdiq open week open qanaqa holatlardagi dailyda narx masalan narx bu yoqda yoki bu yoqda narx ochildi. Ya'ni 17:00 mi boshqasi meni x ga turibdi-ku. Narx pastda turibdi 17:00 danmi narx ochildi va narx tepada yuribdi. Ya'ni tepada yursa bu sell uchun tasdiq, ya'ni kun davomida masalan biz payshanba kuni entry qilmoqchi bo'lsa narx tepada yurishi kerak. Bu 00:00 dan yoki 17:00 dan bo'lishi ham mumkin. Farqi yo'q. Xo'p, yoki 17:00 bo'lsa juda ham yaxshi. Xo'p, open daydan tepada narx chiqib ketdi va masalan 3 da yoki 9 da narx kelyapti deylik. Hisob qilinglar. K level bor, K time bor, hammasi bor va liquidity run, ya'ni bitta narx tushib ketadi. Ya'ni liquidity ichgandan keyin narx bitta tushib ketishi yoki to'xtab qilishi liquidity run deyiladi. Ya'ni bitta narx tushib ketadi. Masalan, sразу reaksiya beradi-ku. Sразу reaksiya berishi bozorda yaxshi. Masalan, qaysi PDRga narx borganda, K time'da va K level'da masalan kelgandan keyin bitta reaksiya berishi 3 dami yoki 9 dami bu zo'r. Ya'ni bu shu narsani o'zi liquidity run deyiladi. Ya'ni to'xtab qilib va o'zidan katta bitta liquid harakat boshlanishi. Va mana shu harakatda FV ga hosil bo'lsa, ya'ni mana shu o'zida
FV'ga hosil bo'lsa, bu ICT 2023-yil modelida bor shu narsa, faqat chuqurroq tushuntirilmagan, mana shu tushuntiryapti. Ya'ni K-time'ga boryapti, K-level boryapti, Open Week yoki Open Day'ni tipada. Bo'lsa biz server ishlamoqchi bo'lsak, Open nimani tipasida yoki bash ishlamoqchi Open Day'ni pastida bo'lishi kerak. Open Day tepasida bo'lyapti. Va narx K-levelga va K-time tegdi va bitta harakat boshlandi. Katta tush bo'ldi. 20% tush bo'ldi 9 endi 3 endi o'zida. Va o'zidan FV'ga hosil qiladi har doim. FV'ga hosil qilganda mana shu yerda o'zida oldida blok esa ketadi. Endi bunday bo'lishi ham mumkin. CISD bo'ladi-ku, biz aytganmiz. Mana shu CISD juda ham kuchli. Mana shu CISD juda ham kuchli. O'xshash ehtimol yuqori bo'lgan oldida blok deyilyapti-ku bu yerda ham. Ya'ni narx keldi, oldida blok narx reaksiya olgan, oldida blokni o'zi keyin ochib turib, bitta paglashini qilib pastga tushib ketib qoldi. Ya'ni zangor candle'da qora candle yutib oldi, katta harakat bo'ldi. Va mana shu yerda FV'ga hosil bo'lib qoldi, FV'ga hosil bo'lib qolgan. FV hosil bo'lgandan keyin demak sizda K-time bor, K-level bor, Open Day'dan tepada va liquidity run bo'ldi, ya'ni pastga tushib ketib qoldi va FV'ga hosil bo'ldi. Va mana shu yerda xoh FV'ga o'zidan reaksiya oling, xoh nima qiling. Batdan nima bo'ldi? Mana o'rtoqlar juda ham idealniy, juda idealniy. Mana. Tak. Bu narsa 3 2 1 0 0 bo'lsa to'g'ri kelyapti. Mana. Narx keldi. To'g'rimi? Ya'ni K-time bo'lsa va nima bo'ldi? K-levelga narx kelgan. Ya'ni bu ochilishdagi vaqt kelganda buy stop yechdi va K-time kelyapti. Ya'ni sirazi OPM tipada turibdi. Yoki mana shu o'zini harakatlandi deyilgan. Harakatlandi va narx pastga bitta liquidity run bo'lib tushib ketdi. Narx sirazi pastga tushib ketib qolgan. Ya'ni sirazi tushib ketib qoldi. O'z mana shu yerda o'zida savdoga kirolmadik, nima qilolmadik? Yo'q, chunki bitta narx to'g'ri kelmagan, vaqt to'g'ri kelmagan, lekin narx shakllanib bo'ldi. Va bitta old blok yasadi. Old blok yasagandan keyin ko'rasizlar, paglashni to'xtatib qilib, high-nechi liquidity run qilib, FV'ga hosil qildi, to'g'rimi? FV'ga hosil qildi. Va narx yangi ochilyapti, Open Day'dan ochilib tepaga ketyapti. Londonda ochilyapti. Londonda o'zi mana shu old blokka narx reaksiya olishi kerak va bitta bizga nima kerak? SMT kerak deydi, to'g'rimi? Va mana shu harakat masalan, mana shu harakat, deylik, mana shu harakat PM vaqtda bo'lsa ham bo'laveradi va Londonda o'zida bo'lsa ham, masalan, Londonda o'zi 3 ni yasadi, deylik tasavvur 3 ni o'zida yasadi. Chunki har doim buni yasadan chiqib qolmasligi ham mumkin-da. 3 ni o'zida yasadi, mana shu o'zida biz savdo qilishimiz ham mumkin. O'tkazib olgan bo'lsak, New Yorkda o'zi kelib bersa 9 ni yoki 6 ni kelish mana shu o'zidan nima qilishimiz mumkin. Yoki mana shu narsa PM ni yasalsa, London vaqtida shu narsa kelib bersa, undan ham yaxshi. Farq yo'q, shu narsa dedi. Ya'ni batta nimaga masalan integrate qilinmadi deysiz, chunki batta time to'g'ri kelmagan. Shuni hisobladik, liquidity run hammasi to'g'ri keladi, lekin time kelmagan hisobiga mana shuni o'zi endi bizda oldida blok bo'lib qolib, shatda o'zidan biz reaksiya olishimiz kerak edi. Va shu bo'ldi. Shuning uchun one shot one kill dagi oldida blok deyni hammasi to'g'ri kelyapti. Buy stop, sell stop, chunki sell stop, buy stop bo'ladi. Imенно liquidity time to'g'ri kelib, hammasi to'g'ri kelgandan keyin pastga narx bitta tushgandan keyin, lekin bitta entry to'g'ri kelmagan hisobiga narx chiqib kelyapti-da. Masalan, OTI gaplashdik-ku. Dalpashdagi eng katta o'xshash ehtimol yuqori bo'lgan modelda buy stop yoki sell stop chiqqandan keyin narx SMT bergandan keyin bitta narx OTga narx kelishi, OTda o'zida SMT yaralishi, mana shu o'zini entry qilib tip pastga stop yoki tepaga stop qo'yilgan, mana shu o'zidan ketib qolishi juda ham kuchli deydi. Endi shu narsani nimada ko'rib chiqyapmiz? Ya'ni qanaqa bilan, ya'ni prosta old blok ushlab qolish kerakmi yoki qanaqa holatlarda xususiyatdan bormi desa, deylik, mana shu yerda o'zida PM vaqtda keldi yoki New York vaqtda keldi deylik. Va bitta liquidity run yasadi, FV'ga hosil bo'ldi. Va narx yana New Yorkda keladida, taq ketadi. Lekin bitta PM vaqti bo'lgan hisobiga PM vaqti bo'lgan va yana New York va London vaqti kelyapti-da. London vaqti kelib, mana shu yerda o'zida bitta SMT yaratyapti. Ya'ni bu hayda SMT yaraldi va bu 2 to'g'ri kelyapti, 2 da. Va keyingi 3 buni bo'lyapti-da, 3 lekin aniq qilinmagan. Ya'ni narx adashmasam nima qilib hayda buzolmagan, mana shu o'zi SMT bo'ldi va bitta endi old blok yasaldi. Xohlamayapti o'zi stop qo'yib, entry qilmay stop qo'yib qo'ying, farqi yo'q. Xohlayman mana shu yerda o'zida close yopilishini kuzatib, tanani yopib qo'ygan, tepaga stop qo'yib pastga nima? Chunki metda ham SMT bo'lgan. Shuning uchun bu yoqdagi one shot one kildagi CISD bo'ldi-dik va mana bu yerdagi CISD ham sizga juda ham muhim, ya'ni qo'sh ketish uchun. Ko'rasizlarmi? Bir marta reaksiya bergan, keyin ketdi keyin. Ya'ni pastdagi nimagacha siz ishlab olgan bo'lasiz. Ya'ni birinchi liquidity bu. Ko'rasizlarmi? Har doim sizlar masalan buy stop yechdimi? Qanaqa buy stop yechgandan keyin bu London vaqtida bo'lsa, New York vaqtida bo'lsa farqi yo'q. Liquidity bitta yecha to'xtatib qilib, bitta liquidity run qilsin. Ya'ni liquidity run qilsin-da, bitta FV'ga hosil qilsin.
Faol hosil ekandan keyin mana shu o'zida CISD bo'lib qolgan bo'lsa, undan so'ng mana shu CISD o'ziga kelganda mana shu o'zida ham bitta enter nima qidiramiz biz, SMT qidiramiz, chunki bu yerdagi SMTlar bizga kerak, lekin bu yerdagi SMTlar bizga juda ham muhim. Bitta o'zida SMT bo'ldi-da. SMT bo'lganda xohlamayman shu o'zida enter qilib keting, farqi ham yo'q. Xohlamayman shu o'zida yana bitta SMT kutib turib, oldi blok yasalishini kutib, bitta mana shu ko'rasizlar, mana shu limitga qo'yganlaringda mana shu o'zida ketadi keyin. Ya'ni mana shunday holatlar, ya'ni buy stop yoki sell stop yetishgandan keyin razvod berishda mana shu detalniy narsa biz uchun qiziq. Va ko'rasizlarmi, SMT bo'lgandan keyin close past yopilyapti. Ya'ni paytrada hurmat qilinyapti va bu classic sell day, ya'ni narx ochilib open, high, low, close yopilyapti. Bu просто шикарный edi. Mana o'sha momentda agar siz eng kam, eng yaqin likvidit nuqtani qilgan bo'lsangiz, nuqtaga sразу bor ekan, 1 ga 3, 1 ga 3, 1 ga 3,5. Ya'ni sразу tezda buni o'ylanib o'tirmaganda, chunki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soat sizga o'z tepini borib beryapti. Bu shikardli narsa. Mana o'sha harakat, mana 18:00. Open, mana tilida bo'lgan hisobiga opendan narx yana bir marta reaksiya olib, open daydan narx tepaga bitta chiqibdi, chunki selahatligimiz tepada bo'lishi kerak dedik-ku, selda tepaga chiqibdi, keyin pastga harakatlanganda. Ya'ni shu classic buy day desa bo'ladi. Classic sell day. Просто шикарный. Endi mana shu narsa ko'rsam, PM vaqtda o'zida yasalib qolgan hisobiga, bu yerda enter qilinmagan, lekin liquidity round bo'lib qolgan hisobiga mana shu o'zida enter qilgan, mana shu o'zida SMT bo'lib. SMT ham biz uchun muhim, chunki SMT bo'lmasa, hozirgi nima qiladi? Ya'ni bitta SMT bo'lib close past yopildimi, mana kendalarga kirib tashladi, farqi yo'q. Tepada stop, chunki tepaga highga stop bormaydi. Ya'ni prosta mana shu agar sekin narx tushib kelgan bo'lsa, har holatlarda sekin bo'lgan bo'lsa, katta ehtimol bu liquidity round bas. Liquidity round bittada harakat, bittada. Va o'zidan CISD qoldi. Mana shunaqa CISDlar juda ham aktualni. Hamma qilasizlar, 18:00 dagi 18:30 bu ko'proq 9 yo bu 10 ham to'g'ri keladi. 10 ham o'zida masalan narx yetarliga tas tushib ketgan. Ko'rasizlar, bu bizga expansion candle'da harakat qilmoqda. Keyingisi expansion candle ketyapti. Mana o'tada o'shalgani. Mana o'sha CISD dan mana o'sha CISD dan bitta reaksiya berib, tipa stop qo'yib kirilgan va keyin ketdi. Ko'rasizlar, mana shu harakat. Va mana shu yergacha. Nimaga ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin? Masalan, 2 lot tildagi juda ham katta va katta risk bo'lgan bu yerda, to'g'ri. Nimaga mana shu yergacha ushlab turganman desa, o'rtada mana sizlarda menda javob bor. Mana. Nimaga desa mana. Birinchi lowgacha men ushlab turganman va mana shu narsa menga awareness berganda. Katta ehtimol bilan naqsh shaqada bo'ladi. Va one shot one kid bitta o'q bilan, bitta entry bilan bitta tepa. Farqi yo'q, bu yoqda qilsanglar bo'ladi. Chunki sizlarda nechtada harakat bo'lgan, ya'ni mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, ya'ni sizlar express ekan bo'lgan. Bu oxirgi sen open bo'lib, oldi blokni o'zini bitta solib, keyin ketyapti. Sizlar oldi flowda o'zini aniqlab olsangiz farqi yo'q-da. 1, 2, 3, 4, 5 kun sizlarda konkret anaqalar bor. Ya'ni savdo ideyasi bo'ladi. Bu narsa masalan 1 oy kutishlari mumkin edi. Masalan, shu narsani 1 oy kutishlari mumkin edi, to'g'rimi? Lekin 1 oy kutib meta stop olgandan ko'ra, sizlar oldin model yasasin va mana shu yerda o'zidan 5 kunlikni o'zida sizlar 1 oylik foydalaning yoki 1 yillik foydalaning olib ketsalar bo'ladi. Farqi yo'q, chunki sizlarda aytamiz, biz kutish muhim bizga deb. Bir tepani olib chiqib ketdik. Va mana shu yerdan agar range topganimizda, tipa highdan lowgacha, bu yerda nima qilib qilsangiz, ko'rasizlar, 0.5 deb entry beryapti, 0.50 deb entry va 0.75 o'zi pastga tushib ketyapti. Va 0.50 da har doim qanaqa holatlarda narx resken tushadi deydi. Va resken tushgandan keyin bitta narx reaksiya olib ketdi. Va ko'rasizlar, close narx pastda yopilgandan keyin candlelar o'zi yaxshi ketgan. Va narx masalan sell stop yechdi va low resistance yechdi, to'g'rimi? Va narx bo'ldi. Endi $1,000,000lik savol boshlanadi. Endi narx tepaga ketadimi yoki pastga ketadimi degan savol bo'ladi hammada. Chunki barda ketib turganda hamma buy ochdi, lekin sell ketib qoldi. Yaxshi degan nima qildi? Endi nima qildi? MSS qilib qo'ydi. Ya'ni katta ehtimol bilan sell ketadimi yoki buy ketadimi degan savoliga mana. Ya'ni bu close bo'lib yopiladi, Friday juma kuni yopildi. Endi nima bo'ldi? O'rtada nima bo'ldi? Endi nima qilamiz? Va nima odamlar nima qilish mumkin? Tasavvur qiling, nima bo'ladi? Sizlar o'zingiz o'ylagan nima ko'ryapsiz biz model bo'yicha va nima qilgan bo'ladi? Mana shu narsani ko'rib chiqamiz.
Nima ko'ryapsizlar? Voila. Ya'ni market strukturalari davlat bizga sell stop, buy stop qilib one candle o'zida qilib berdi, lekin bizga strukturaviy davlat yasada qoldi. Ya'ni birinchi navbatda masalan open, low, high, low va lowni tasdiqlash uchun mana bitta high urib qo'yish kerak va high urgandan keyin low tasdiqlandi. Lowni bitta yechib qo'ydi. Ya'ni buy stop va sell stop va low resistance выключение. RR ga mana borish kerak deyapmiz, to'g'rimi? Endi mana shu yerga buyga boradimi yoki bormaydimi? Masalan, order flowni tasdiqlash uchun dedik-ku. Va biz uchun yangi order flow shakllandi. Va biz katta time frame, masalan, day time frame'da market strukturada albash qildik va haftalik time frame'da uchinasi bo'lib qolgan. Ya'ni buy stop va sell stop tana tipada yopildi. Demak, bu katta ehtimol bilan low resistance bo'lishi kerak. Lekin buni qanaqa tasdiqlaymiz degan savolga javob bor. Mana o'sha harakat buy stop, sell stop, low resistance ketyapti. Bilasizlarmi? Tas ketdi. Buni harakat bo'lmagan, lekin buni harakat bo'lgan. Sabab nimaki? Bozorda katta ob'em o'kirishdi va hammaning mitkasi terib borishyapti. Va nima ko'ryapsizlar? Nima ko'zga tashlanyapti? Qora candlelar, zangor candlelar, qora candlelar, zangor candlelar. Voila. Birinchi navbatdagi bizga SMT kerak, ya'ni razворотный nuqtadan. Mana u juma kuni, to'g'rimi? Va birinchi navbatda smart money bozorga o'zi kirdimi yoki kirmadimi degan savol. Masalan, biz buy qarab turgan bo'lsak, har doim low'lar risk ko'rishimiz kerak, to'g'rimi? Va nima bo'ldi? Ranchga tushirdi o'ziga. Hamma sell yoki buy. Chunki bu holatlarda siz bo'lgandan keyin hamma sellga deyib boshladi. Nima bo'ldi? SMT bo'lib qoldi low'da. Bitta low'da SMT bo'lgandan keyin bu narsa juma, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma. Ya'ni bir hafta diapazonda nima bo'ldi? Juma kuni o'zi SMT bo'lib qoldi. Va katta ehtimol bilan dushanba ochilib, harakatlansa kerak degan o'tilsa bo'ladi. Va birinchi navbatdagi bizga SMT kerak va yo'lda bitta dalpash modeli kerak. To'g'rimi? Va SMT bo'ldi, bitta expression boshlandi. 1, 2 harakat dushanba, seshanba, chorshanba bo'ldi. Chorshanbasini hayda urgandan keyin demak hayda urib qo'ydi, to'g'rimi? Hayda urib qo'ydi. Hayda urib qo'ydi. Katta ehtimol bitta low ursa, low tipada yopilsa, bo'ldi. Mana shu yerda o'zi dalpash bo'ladi degan masalan. Buy stop, sell stop bo'ldi, tipada yopildi. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba va juma. Va menda bo'ldi banga mana shu narsani o'zi yetadi. Ya'ni tasdiq bo'ladi. Ya'ni ikkita narsani o'zi tasdiq qiladi sizlar uchun, to'g'ri? Ya'ni sizlarda tipaga masalan buyga bormoqchi yoki masalan mana shu yerda o'zimiz enter qilmaymiz-da, juda ham qiyin. Ya'ni biz uchun ya'ni buy stopmi, sell stopmi deyish tasdiq mana undan so'ng o'zi yeta olamiz. Sell stop, buy stop shatda o'zidan nazar berganda ketadi. Masalan, batda o'zidan ketgan, lekin bu yoqda o'zidagi yaxshi harakat batdagi enter nima deb turgan. Xohlamaydi o'zidan enter qiling, lekin sizlar yana ham tasdiq qilmoqchi bo'lsalaring, mana SMT kerak, one candle dalpash bo'lishi kerak, dalpash bo'lgandan keyin sell stop, masalan buy stop va sell stopda mana shu old blokda o'zidan mana reaksiya olib, shatda o'zidan kirsalaring, juda ketadi. Ya'ni ketdi. Bir, masalan sizlarda old blok tasdiqlangan bo'ladi-da, chunki mana shu yerda o'zidan men ko'rsatishim mumkin edi. Ya'ni mana shu yerga o'xshab enter qilgan ko'rsatishim mumkin edi, lekin sizlarga yana ham order flowni aniqlash uchun filtrlab ko'rsatyapman hozir holatda. Va nima bo'ldi? SMT bo'ldi, to'g'ri. Ikkinchi modelda dalpash yasab qoldi. Ya'ni buy stop, sell stop. Bo'ldi, katta ehtimol bilan bozorga, smart money bozoriga plop kiryapti degan ma'noda. Va endi nima ko'ryapsizlar o'rtada? Endi nima ko'ryapsizlar? Mitigation blokida. Ya'ni smart moneyni pozitsiyalari. Buy. Duf. Buy. Duf. Buy. Duf. Bilasizlarmi? Va mitigation bloklar ko'rasizlarmi? Ochilgan nimasini, tergan pozitsiyasini yana bir marta reaksiya olib, yana bir marta reaksiya olib, kun ketdi. Va har qora candleda tugagandan keyin mitigation nimasi tugagandan keyin bitta zangga nima bo'ladi? Ko'rasizlarmi? Ya'ni bu narsani sizlarcha tasdiqlayni. Katta ehtimol bilan bozorga smart money bozoriga pul olib kirgan, SMT bo'ldi, nima bo'ldi? To'tusib bo'ldi, dalpash bilan yasaldi. Bozorga pul kiryaptimi yoki yo'qmi degan savolga mana qora candlelarni javob beramiz-ku. Ya'ni shunda. Xo'p, ikkinchi misolda nima ko'ryapsizlar? Ya'ni bu Monthly'dagi Eurodagi chart. Ya'ni bu narsaga masalan tilda ko'rgansizlar, yerda ko'rgansizlar, to'g'rimi? Hammasini enter qiling. Nima ko'rsatyapmiz? Hozir to'g'ri, bir minut. Ya'ni nima ko'rsatyapmiz? Sababi mana shu yerda o'zimiz enter qilganmiz. Shu model asoslangan holatda qilganmiz, shu uchun ham. Mana masalan one shot one kill da sababi ya'ni bitta o'q bilan bitta nishon bo'lsa, mana shunga tushish kerak. Masalan, bu yerda
tepadagi high dolanmasi pastga tushib ketib qoldi va 1, 2, 3 ta candlelar bo'ldi. Va nima ko'ryapsizlar? Masalan, men buni reaksiya oladimi? Sizlar buni buy stopdan yoki buni FVga reaksiya olib ketadimi? Keyin savoliga javob topishimiz kerak-da, ya'ni candlelar yopilishini. Va candle yopildi. Bu yanvar, fevral, mart. Adashmasam shunaqa bo'lgan. Deylik. Bu yanvar fevralda deyman. O'tgan nimani yoki nimasi? Hop, 31, dekabr, noyabr, oktyabr narx tushib kelgan, to'g'rimi? Ya'ni qora candle'larni bo'lgan. Bu order flow bilish uchun nimasi? Ya'ni qora candle'larga zango candle'lar javob berish kerak. Bu birinchi tasdiq, demak order flow shakllanyapti ekan buyga. Lekin menga yana ham tasdiq kerak desa, nima ko'ryapsizlar o'rtada? Monthly o'zida. Voila. Ya'ni bizda order flow shakllandi. Qora candle'larga zangor candle'lar javob berish boshlandi. Va bizda nima bo'ldi yana desa, range candle o'rtada, range candle. Ya'ni kimlar savol berdi yaqinda? Bu monthly'da ham, daily'da ham hammasi ishlatiladi. Da, monthly'da ham, daily'da ham, weekly'da ishlatiladi. Lekin undan kichkina time ishlamaydi. Lekin 3 oylik, 6 oylikda test qilib ko'rmaganmiz, chunki bir nima deyish qiyin. Va nima bo'ldi? Range candle bo'lib qoldi. Dekabr oyidagi low'ni yecha olmadi. Va bu narsa nima bo'lib qoladi? Bu narsa liquid yiqqan bu. Ya'ni range yig'yapti va liquidity pool bu yoq va ba'dagi pastdagi bizda breaker bo'lib qolgan, uni ham bilasizlar. Va nima bo'ldi? Demak katta ehtimol bilan nima bo'lyapti? Va bizda yanvar oyi low'ni yechib, tana bilan tepada yopildi. Demak bizda fevral oyi ham, mart oyi ham, aprel oyi ham va may oyigacha katta ehtimol bilan buy yo'lish ehtimolimiz bor ekan. Demak, mana shu o'zi tasdiqlandi bu katta ehtimoldan bo'lgan hisobiga. Va externaldan, masalan, externaldan internalgacha qachon bo'lishi kerak? Internaldagi bu yoq va bu yoq bo'lishi mumkin. Haqiqat buni his qilib ya'ni internalga qachon chiqishi mumkin ekan degan ma'no qilsa, ya'ni hamma faktor to'g'ri kelyapti-ku, ya'ni sizlar bitta entry qilishlaring uchun hamma faktor to'g'ri kelishi kerak. Va buni endi nima kutamiz tasdiqlash uchun deyapmiz. Birinchi navbatda SMT dedik, ya'ni SMT bizga muhim dedik. Ikkinchi navbatda yangi kvartal yoki chunki sizlar yangi oyda nima qilganlar hisobiga ham kvartaldan kvartal bo'lganda range sizda bir oylik diapazon range bo'lib qoldi va keyingi holatda expansion kutishimiz mumkin. To'g'rimi? Nima bo'ldi? Yoki range bo'lib qolishi mumkin. Shunga qarab, ya'ni yangi kvartal kutamiz, ya'ni ochilishini. Va one candle dalbat bo'lishi mumkin. Ya'ni buy stop, sell stoplar bizga nima qiladi va keyingisi smart money'ni pozitsiyalar, ya'ni buy bo'lyaptimi yoki sell qilyaptimi? Masalan, buy bo'lib turganimiz har doim qora candle'lar, sell bo'lib turganimiz har doim zangor candle'lar bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni shunda. Hop. Bu monthly'da, weekly'da, daily'da bo'lishi ham mumkin. Ya'ni chartda farqi yo'q. Monthly'dan weekly'dan daily'ga o'tamiz. Va nima bo'ldi? Monthly'da o'zida, bu weekly'da o'zida. Smart masalan range high va range low. Tepada bu nimasi? Bu yanvar oyi. Yanvar oyi tepada masalan tanadan tepada yopildi. Va nima bo'ldi? Smart money'ni paysara qildi. Buy. Qora candle'larni smart money reversal bo'lgan. Ya'ni tepaga bitta keyin harakat boshlandi. Ya'ni bitta retracement ko'rdi yoki keyin holatlarda bitta harakat ko'rdik, to'g'rimi? Tasdiq bo'lish uchun. Bitta harakat bo'ldi. Ya'ni smart money bajarib kirdimi yoki yo'qmi degan savolga qora candle'lar javob berib, bitta harakat boshlandi. Va mana ikkinchi navbatda double punch modeli shakllanishi kerak. Ya'ni buyga nima bo'lish kerak? One candle, buy stop va sell stop bo'ldi. Katta ehtimol bilan xohlaymiz ikkilanib turganimiz o'tkazish shu narsani. Ya'ni o'tkazsa sell stop bo'ladi. Ya'ni ko'ryapsizlarmi? Buy stop va sell stop tana tepalarida yopilgan. Demak bu katta ehtimol bilan range highga borishimizga yana bir tasdiq bo'ldi. Lekin bizda yangi kvartal ochildi. Yangi kvartal ochilgandan keyin nima kutamiz? Masalan, siz expansion bo'lishini, men o'zim entry qilgan, keyingisi entry qilsak, bizda radio yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Va mana shu yerdan keldi, ma'nosi ham shu. Va naq mana shu yerda o'zida entry qilsak, pastga stop yoki o'sha o'zida stop qo'yib qo'ysak ham eng optimal varianti pastga stop mashinadan o'zidan nima. Lekin batda biz daily hali SMT ko'rmadik. Mana o'rtada o'sha nima. Daily ko'rinishi range high dollar naqasi. Bu range high emas, bu dollar o'zida eng yaqin liquidity nuqta. To'g'ri qildi, narx reaksiya bo'ldi, buy stop, sell stop va narx keyin nima qilish boshlayapti. Masalan, hali bu yerda o'zida SMT ko'rmadi. Ya'ni aytdik-ku biz SMT ko'rishimiz kerak dedik, to'g'rimi? Ya'ni bizda SMT ko'rishimiz kerak, lekin bu yerda hali SMT ko'rmadi. Daily'da bo'lsin, xoh nimada bo'lsin, weekly'da bo'lsin kerak ko'rmadi. Lekin mana buy stop, sell stop. Nima qilasizlar? Buy. Ya'ni smart money izlarni.
va yana narx masalan ochilib masalan sell stop yetishdi va narx harakatlanyapti va harakatlanganda bizga MACD setib bo'lgan hisobiga MACD setib bo'lgan hisobiga MACD setib endi bunda bu nimada DXYda lowlarni olib tashlagan, lekin olmagandan keyin narx bitta expansion bo'lish boshladi. Oxirida mana shu o'zida SMT bo'lib, oldin masalan nima CISD bo'lib, mana shu o'zida interaktsiya ham bo'ladi. Expansion bo'ladi, masalan tipa harakat yoki low resistance liquidity bo'lgan, lekin low resistance liquidity narx bormadi va bizda bir oylik diapazondagi narx yopilyapti. Masalan, Ferrari ochildi va narx masalan umalanib tushyapti. Expansion boshlandi, to'g'ri, lekin hali low resistance liquidity bo'lmasdan narx yana nima qilishni boshladi. Ya'ni bitta razvod berdi. Bu narsa nima? Ya'ni sizlar borish kerak edi, lekin bormadi. Chunki nimaga? Yana bir kvartal almashishni kutyapti. Ya'ni bir oylik diapazondagi yangi kvartal dedik-ku. Yanvar oyi bizda range bo'lib qoldi. Ferrari biz expansion kutdik, lekin expansion bo'lmadi. Masalan, men esimta bo'lganimda expansion bo'lmadi va yana bitta range tushgan. Biz ham bitta qaytib keldik. Demak, 2 oylik diapazonda bizda range bo'lib qolibdi degan ma'noda. Va nima bo'lyapti? Masalan, buy stop, sell stop va lowlar himoyalanadi, bilasizlarmi? Lowlar himoyalanyapti. Va nima bo'ldi? Yana nimada max turdi. Masalan, low, high, buy stop, sell stop va mana shu yerda o'zida SMP bo'lib qoldi. Bu oxirgi 28-fevral juma kuni sell stop masalan SMP bo'lib qolgandan keyin global SMP bo'lib qoldi albatta. Chunki nimaga? Chunki kvartal almashib turganda kvartal tugab turgan SMP berildi. Bu yerda o'rtada bergan, lekin expansion bo'lib yetolmadi. Va batta expansion bo'lishdan, ya'ni oldin range candle o'zi, ya'ni 2 oylik diapazonni biz range bo'lib qoldi. 3-kvartal katta ehtimol ochish kerak edi. Va nima bo'ldi? Hali yangi kvartal ochilmasdan SMP bo'lib qoldi. Bu narsa bizga yana ham ta'sir bo'lib qo'ygan. Va smart moneyni kirgan pozitsiyalarda biz mitigation blok narx kelgandan keyin shatda o'zini aks olish ehtimoli yuqori degan ma'noda maqsad. Chunki har doim juma kunida o'zi SMP bo'lib qolganda, dushanba kunida o'zi yaxshi harakat boshlanadi deydi. Va mana shu yerda ko'rasizlarmi? One shot one kill ichiga kirib boryapti hali. Va ketdi. One shot one kill yagona anaqasi. Bu weeklyda anaqa bo'lib qolgan. Weeklyda oldi blok bo'lib qolgan, oldi blok narx kelgan. Va oldi blok narx kelyapti, ko'rasizlarmi? Ya'ni sell stop, chiqishdan oldin buy stop, sell stop bo'lib, ya'ni liquidity chiqyapti. Va nima kelyapti? Va liquidity run bo'lib qoldi. Va sразу reaksiya olib, sразу bitta reaksiya berdi, to'g'rimi? Va bizda nima qolib ketib qoldi? Bizda FV hosil bo'ldi va oldi blok ko'rasizlarmi? Oldi blok hosil bo'ldi. Mana shu oldi blok, ya'ni CISD desa bo'ladi va nima qilsa bo'ladi? Mana shu oldi blok juda ham kuchli, ya'ni smart money oxirgi kirgan pozitsiyasi. Chaqanaq tushadi, katta ehtimol nima ketadi degan ma'noda o'tirsalar ham bo'ladi. Va bizda buy stop, sell stop va open weekdan pastda. Bu yangi nimada? Bu juma kunida o'zi bo'lib qolgan xolos. Juma kunida o'zi bo'lib qolgan, vallohi shunaqa edi. Juma kunida o'zi bo'lib qolgan hisobiga anaqa bo'lib qolgan. Mana open daydan 17:00 bu yoqda bo'lgan, open 00:00 batda bo'lgan. Lekin 17:00 ga tushmagan batda. Tushganda yana yaxshi bo'ldi. Chunki nimaga? Tushmaganining sababi bag'dagi kuch shu pastga yetiladi. Shuning uchun ham open daydan pastga tushgan. Batda olmagan sababi bu yon sababiga, ya'ni narx juda kuchli bo'lgan hisobiga shu o'zini olib ketishiga kerak edi. Va bu narsa har doim masalan pedare hurmat qilinadi, hurmat qilinmasligi yagona anaqasi narx tepib yopiladi va pastga yopib olmasligi kerak. Ya'ni shundan. Bizda nima bo'ldi? Tak, mana K-level bo'lyapti. K-level bo'lyapti. K-level bo'ldi. K-time bo'lmagan. Ya'ni hatto PM vaqti kelib qolgan hisobiga bo'lmadi, lekin liquidity run bo'lib qoldi. To'g'rimi? Va liquidity run bo'lib qolgan hisobiga narx ketdi. Va nima bo'ldi yana? FV hosil bo'lib qoldi. Va open nimasi pastda. To'g'rimi? Deyil pastda. Va liquidity run oldida blok mana o'xshash ehtimol yuqori bo'lgan oldida blok mana shu va narx nima qilyapti? Imin nima kelib turganda ham yana nimada buy, mana shuna one shot one kill modeli shu. Va one candle dalib chiqadigan, masalan buy stop, sell stop bo'lyapti. Biz yana bitta esga kiramiz. Yerda o'zida global esga ko'rganmiz. Mana shu yerda o'zida biz global esga ko'rganmiz o'rtada. Mana shu yerda biz global esga ko'rganmiz, lekin yana bitta esga kerak, ya'ni entry modelda o'zida. Bu yoqda bo'lmadi. Bo'lmagan hisobiga nima qilinmagan, lekin mana shu yerda o'zida SMT bo'ldi. Ya'ni 3M o'zi keladi o'rtada. 3M, ya'ni classic buy week, classic buy day desa bo'ladi. Mana nima bo'ldi? Ochildi-da, 3M o'zi kelyapti, tip to'playapti. Xohlagan 4M o'zida bitta inteksiz bo'ladi. Shat o'zida market bozorga kirib turib, pastga stop qo'yib, siz bilan mana shu o'zida stop qo'yib qo'ysin. Chunki narx pastga endi qaytib kelmaydi.
xohlama eshitib o'zini interak qilsangiz bo'ladi, xohlama eshitib o'zini interak qilsangiz, lekin eng xavfsizi SMTdan keyingi bo'lsa, chunki bozorga haqiqiy smartfon bozorga kirgandan keyin otadi. Masalan, bitta o'zida pozitiv degan, lekin o'zi kirmagan hisobiga narx reaksiya unchalik bo'lmaydi, lekin SMT bo'lgandan keyin o'tada просто так ketdi. Bilasizlar? Просто так bo'l, o'sha bo'lmaydi keyin. Chatda o'zini interak qilganda juda ham idealni bo'ladi va ketdi keyin o'tada. Keyin ketdik. Mana range model tugadi. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral 2 oylik diapazondagi anaqamiz rangeimiz yangi kvartal ochilishi bilan keyin ketdi. Agar chatda o'zini interak qilganda dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma. Va undan oldingi darsda tushuntirganman men nima ketganini, nima qilganini. Va mana shu yerda eng lowga tushib turib, low time frame ga tushib turib, bizning 1 soatlikka tushib turib ko'rasizlar. 1 soatlik past o'tmayapti o'rtada. Men ishda chekilmayapmiz, chunki shomko. Lekin 1 soatlikda biroz yaxshiroq oldi blok narx degan, liquidity run qilgan, K level masalan, mana shuni o'zida K level qilib oldik va K time da kelyapti, va XMT bo'lyapti, FV hosil bo'lgan, hammasi hosil bo'lgan va undan oldin liquidity yechgan. Va esingiz bo'lgandan keyin open daydan pastda va shu o'zida enter qilib keyin bam. Просто shakarni. Просто tak shakarni. Mana shu o'zida enter qilsa bo'lardi, lekin bu yoqdagi juda ham xavfsiz. Juda ham xavfsiz. Men shuni yaxshiladi, one shot one kill'da biz masalan bitta enter qilishimiz uchun nechta etapdan tushib kelyapti. Mana. Nechta etapdan tushib kelyapmiz mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ta detalli narsaga javob berasizlar. Oldi flow shakllandimi? Shakllangan, kod toifa ham shakllangan. Demak, bagir demoqchi bo'laman. External nechtami? External nechta? Internet hujum qilmoqchimi? Hujum qilmoqchi. Balosiga to'g'ri kelyapti. Masalan, open day yoki nimadan seshanba kuni, chorshanba kuni yoki ikki shaxtdan ikkinchi nimasi to'g'ri kelyaptimi? To'g'ri kelyapti. Katta ehtimol bilan. Davlatlash modeli yasadimi? Yasadi. Ekonomik kalendarda o'sha kunlarda masalan entry qilmoqchi bo'lgan paytlarda nima bormi? Masalan, yangiliklar bormi? Bor. Weekly profile to'g'ri kelyaptimi? Ya'ni narx seshanba kuni klassik anaqasi yasalmoqchimi? To'g'risida yoki nima qilmoqchimi? Desa, shuna qilmoqchi. Ya'ni shuni premiumdan diskountdan. Premiumda bo'lsa diskount bo'lsa, ya'ni open daydan pastdan tepadan pastda yoki tepada. Liquidity. Pedagog narx degan keldi. Candle close yopildimi? Tepada yopildimi, pastda yopildimi? Ya'ni buni yana tasdiq bo'ladi. Tepada yopildi, pastda yopildi. Nolning candle o'sha candle o'zi. Bu bo'lgandan keyin bilamiz. SMT bo'ldimi? SMT bo'ldi. Va 1 soatlik yoki 4 soatlik CISD da o'sha high priority order blok yasaldimi? Ya'ni o'sha liquidity run va K time, K level shuna bo'ldimi? Yasaldi. Demak, shatda o'zida interak qilsa, keyin bang. Masalan, qarasizlar, shatda o'zida interak qilib, keyin bang bo'ladi. Oxirgiga qoladi, ha. Eng sizlarga optimalniy varianti mana shu. Ya'ni eng low nuqtasiga tushib kelmoqchi bo'lsalaring va oldinlar to'g'ri aniqlamoqchi bo'lsalaring va tasdiqlar nima? Masalan, biz MSS barobar tanlashmaymiz, faqatgina shu narsalar bizga yetib ortadi. Xo'p, Xudo xolasa hammaga manfaatli bo'lsin, hammaga xayrli bo'lsin va oxirgi darsimizni tugatdik. Va mana shu narsaga ilmlaringga olgan, ilmlaringga amal qiladigan bandalardan qilsin. Amin. Va uyga vazifalar xuddi shu modelda men haqiqiy ikkitasini ko'rsatdim. Ya'ni kvartal time frame'dan tushib kelganimda, unda men ko'rsatgan narsani yana qayta ko'rsatish shart emas, chunki juda ham ko'pchilikda ko'rdim. Men hammada bir xil masalan men ko'rsatganman, xuddi shu narsani chizib qo'ygan. Mana harakat qilgan nima qilganda nima qilmadi ortiqcha. Xo'p, mana shu narsani 15 ta misol, xoh 15 ta, xoh 10 ta bo'lsin, farqi yo'q. Tushuntirib, o'sha low kelganda CISD dan bu o'sha high priority order blockda o'sha liquiditydan hamma detallarni to'g'ri kelish kerak. Bitta misoliga bir 5 ta list qilasizmi, 6 ta list qilgan farqi yo'q. Eng qiyini mana shu. Mana shu narsani o'tirib olib, yaxshilab tekshiraman o'zim, shuning uchun ham yaxshi harakat qilinglar, o'rtoqlar, iltimos. Shu uchun yaxshi detalli narsalar tushuntirildi va keyingi daftarga nimamiz? Mana shu narsaga interak qilib bildik. Endi necha foiz foyda qilamiz va necha foiz interak qilamiz va qanday pul olib ketishimiz haqida gaplashamiz. Va pulni oxirida qo'yganim sababi ham shu. Ya'ni sizlar entrayni chotga qo'yganlaringdan keyin bo'ldi, boshqa sizga qiziq bo'lmasin. Va one shot one kill'ni sizlar mohiyatini tushunib olganlaringdan keyin tushuntirlaring va o'zlaring masalan amalda ko'rib olganlaringdan keyin undan yaxshi bo'ladi. Masalan, bu narsa menga oson. Masalan, bu narsa menga qiyin emas, chunki har bitta modelda asoschisiga oson, lekin undan keyingi odamlarga qiyin tuyulishi mumkin. Chunki nimaga? Asoschisi shu narsani mohiyat bilan nima qilgan, ya'ni topgan. Lekin shu narsani sizlar asoschini masalan men o'zimdan tushunyapsizlar-da, ko'rib olgansizlar, nima qilyapsizlar va shu narsa qiyin bo'lishi mumkin. Sababi grafik qarashda boshqa narsada. Lekin shu narsani qilib borilsa o'tadi. Bu shakarni ko'rasizlar.
bir hafta, 2 hafta kutilyapti yoki 5 kunni o'zida bir oylik pul olib ketilyapti. Bu shekarni narsada. Masalan, hozir ham o'tiribmiz, asosan nima qilib internet qilib qo'yganmiz. O'tiribmiz kutib, chunki nimaga? Mana shu narsa qiziqda. Day trade'ga, masalan, day trade'da o'zi bo'lsangiz, masalan, day trade'da o'zi bo'lsangiz, mana o'tirdi. Day trade'da o'zi masalan, dushanba kuni o'zida men privatda ishlayman desa, sell stop etishi, hammamiz mana shu narsani one shot qiladigan dedi o'zida low time frame o'chib turib, enter qilinadi, tepada ishitiladi, bo'ldi. Prop birga va keyingi etaplarda sizlar chiqarasiz, sekin-sekin bo'ladi hammasi. Ya'ni dushanba ochiladi, sell stop etishi, masalan, oldi blok bo'lgan, buy, close, ya'ni batta olyapsizlar, tepadan ketyapsizlar. Va keyin kun ochilyapti, yana open vekt pastga tushyapti, qanaqa holatlarda oldi blok naqdiyapti, K level, K time bo'lyapti, yana enter qilyapti, yana ketyapti. Ya'ni farqi yo'q. Sizlar любой to'g'rilasizlar bo'ladi. Uni qizig'i joyi yo'q. Hop, bo'lmasa o'rtada manfaatli bo'lsin, eson-omon topshirib olinglar uyga vazifalarni. Charchamaydi.